Safarga chiqishdan avval qarzlarni uzish va omonatlarni egalariga qaytarish kerak. Pabiyaga chiqib ket deydi-ku, bo'lmasa pabiyaga chiqib ket degan gap so'z tarqab ketadi. Qarzi bor odam shatda yurgani yaxshi. Baribir keladi-ku, topilib. Mana aliment to'lamaydiganlar ham chiqarmayapti-ku. Bu ham qarzdor hisobida farzand uchun. Bo'lmasa qarzini qaytarishga qodir bo'lmasa o'sha qarzdorning oldiga borish kerak ekan. Men safarga chiqib ketyapman, ruxsat berasizmi? Ertaga orqamdan gap so'z qilib yurmang, qochib ketdi deb. Ruxsat bering, men o'sha yerda ishlab, sizni qarzingizni uzay deb ruxsat so'rab olish kerak. Dabdurustdan chiqib ketmaslik kerak. Ertagali qarzdor odam ham nima deb o'ylaydi? Masalan, qarz bergan odam, Rossiyaga ketib boribdilar ekan. Meni pulim bermasdan deydi-da. Bo'lmasa, buna o'sha qarz olgan odam chiqib ketsa nima bo'ladi? Uydagi ota-onalarga jabr bo'ladi. Chaqirib kelaveradi-da, qani o'g'lingiz, mendan pul oluvdi. Mashina olaman deb, boshqa qilaman deb. Kimga jabr bo'ladi yana? Uydagi ota-onasiga jabr bo'ladi. U yallo qilib yuribdi oyoqda, qochib ketgan.